Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan noldan turib sun'iy intellekt orqali video tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Hop, buning uchun juda ham ko'plab dasturlar bor, lekin bizga eng asosiy ikkitasi kerak bo'ladi. Ya'ni birinchisi ChatGPT, ikkinchisi Kling AI. ChatGPT ga kirganimizda taxminan shunaqa interfeys bo'ladi. Avvalambor biz akkaunt kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Asosan Google akkaunt yordamida kirishingizni tavsiya qilaman, chunki boshqarish oson bo'ladi. Hop, akkaunt kiritib olib, ChatGPT ga kirib olganimizdan so'ng bizga eng asosiy narsa bu prompt yozish bo'ladi. Ya'ni o'zi umuman olganda sun'iy intellekt yordamida video tayyorlashdagi eng asosiy narsalardan biri bu prompt yozish. Hop, prompt yozishda asosan 4 ta qoidasi bor. Birinchi o'rinda bizga voqea qayerda bo'lganini tasvirlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tayyorlamoqchi bo'lgan rasmimizda voqeasi qayerda bo'lishini tasvirlashimiz kerak bo'ladi. Keyingi o'rinda esa kadrda, ya'ni rasmimizda kimlar bor yoki nimalar borligini tasvirlashimiz kerak bo'ladi. Hop, keyingi o'rinda esa atmosfera, ya'ni yorug'lik, qorong'uroq yoki yorug'roq bo'lishini tasvirlashimiz kerak bo'ladi. Hop, keyingisi esa formatini tasvirlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz tayyorlayotgan video YouTube uchunmi yoki Instagram uchunmi? Hop. Demak, taxminan misol keltiraman. Mana ko'rib turganingizdek, promptni kiritdim. Ya'ni quyosh botayotgan payt parkdagi daraxt soyasida o'tirgan o'smir bola kitob o'qiyapti. Muhit tinch, yorug', kamera yon tomondan, o'rtacha kadr, ya'ni sredniy kadr, ya'ni beldan yuqori ko'rinadigan va format 1080 ga 1920 piksel, ya'ni Instagram formatda rasm yaratib berdim. Ya'ni bunda ChatGPT ning o'zi bizga rasm yaratib beradi. Rasm yaratish uchun sun'iy intellektlar juda ham ko'p. Bularga misol qilib Midjourney'ni aytishimiz mumkin yoki Leonardo AI dasturini aytishimiz mumkin. Ammo biz boshlanishiga osonroq bo'lishi uchun ChatGPT ning o'zi orqali ham rasm tayyorlashimiz mumkin. Mana ko'rganingizdek, getting started. Rasm tayyorlashni boshladi. Bu ozgina vaqt olishi mumkin, taxminan 1-2 daqiqa. Mana ko'rib turganingizdek, rasmimiz tayyor bo'ldi. Xuddi biz tasvirlaganday sredniy kadr, quyosh botayotgan vaqtda daraxt ostida o'tirgan, kitob o'qib o'tirgan yigit. Agar mabodo rasm sizda o'ylaganingizdek bo'lmasa, qo'shimcha nimadirlar kiritib, o'zingiz rasmni yana o'zingizga moslab o'zgartirib olishingiz ham mumkin. Ya'ni bu hozir biz uchun Instagram uchun tayyorlayotgan video bo'ldi. Agar mabodo YouTube uchun video tayyorlamoqchimiz, aytaylik, xuddi shuni mana 1920 piksel ga 1080 qilib tayyorlab ber. Deb yozamiz va endi YouTube formatda tayyorlashni boshlaydi. Mana ko'rib turganingizdek, xuddi shu rasmimizda mana YouTube formatida, ya'ni gorizontal variantda tayyorlab berdi. Hop, o'zi rasm yaratish uchun eng yaxshi sun'iy intellekt qaysi degan savolga javob beradigan bo'lsak, agar detalni oladigan bo'lsak, ya'ni biz aynan nimani xohlayotganimiz bo'yicha yaratib berish uchun ChatGPT, ya'ni Sora tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. ChatGPT detalni rasmlar yaratishga, aniq rasmlar yaratish uchun ancha qulay. Agar tabiiy, ya'ni reallikka yaqin bo'lgan rasmlar yaratish uchun Midjourney bizga asqotadi. ChatGPT ning qulay tomoni, agar mabodo ingliz tilini bilmasangiz ham o'zbek tilida prompt yozib rasm tayyorlashingiz ham mumkin. Ya'ni boshlang'ichlar uchun anchagina qulay. Endi buni harakatga keltirishimiz kerak. Buning uchun rasmni yuklab olamiz. Yuklab olish uchun agar kompyuterda bo'lsangiz, shunday beshikani o'ng tomonini bosib, mana save as image as qilsak bo'ladi. Telefonda yuklab olish uchun alohida joyi bor. Hop, endi video generatsiya platformasiga o'tadigan bo'lsak. Video generatsiya platformasi ham anchagina, ya'ni bulardan Kling AI, Runway, Sora yoki boshqalarni aytishimiz mumkin. Va bular har biri alohida vazifalarda ustun. Kling AI platformasi asosan animatsiyada, ya'ni harakatlantirish uchun zo'r. Runway esa atmosferniy videolar uchun, aytaylik yomg'ir, qor atmosferasini yaratish uchun Runway sun'iy intellekti ancha yaxshi. Hop, bizga birinchi bo'lib harakatlantirish kerak. Shuning uchun mana Kling AI saytiga kirib olamiz. Hop, Kling AI saytiga kirganingizdan keyin ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bizda ro'yxatdan o'tib qo'yganmiz. Ro'yxatdan o'tish uchun albatta bunda ham Google akkauntdan foydalanishni tavsiya qilaman. Kling AI ni telefonda, Android yoki iPhone'da dasturi ham bor, ya'ni Google Play yoki App Store orqali yuklab olishingiz ham mumkin.
dasturni yuklab, aynan bitta Google akkauntdan kirsangiz, telefon yoki kompyuterda bir vaqtda foydalanishingiz ham mumkin. Hop, ro'yxatdan o'tib olganingizdan keyin bir narsani aytib qo'yish kerak. ChatGPT ham, Kling AI ham bular pullik sun'iy intellektlar, ya'ni bepul emas. ChatGPT'ning rasm generatsiyasidan bemalol foydalanish uchun siz plus obunasini sotib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zimizda ikki xil obuna bor. Birinchisi plus $20 va pro $200. Hop, $200 tarifi asosan jamoaviy ishlatadiganlar uchun asqotishi mumkin. Bizga esa $20 obunasi ham bo'laveradi. Ya'ni $20 obunasi bilan asosan 4 ta device'dan, ya'ni telefoningiz, kompyuteringiz, planshetingiz, ya'ni 4 ta qurilmadan foydalanishingiz mumkin. Hop, Kling AI sun'iy intellekti narxlariga keladigan bo'lsak, bu ham $10 dan boshlanadi. $10 dan $92 gacha ketaveradi va birinchi kirishingizda chegirmalari bor. Ya'ni $10 tarifi $8 xuddi shunday chegirmalari bo'ladi. Hop, bunda ham siz tangachalar sotib olganingizdan keyin, ya'ni o'zi har oyda bir marta 166 ta tangacha berib turadi. Hop, qo'shimcha tangacha sotib olganingizdan keyin mana birinchi home, ya'ni bunda Kling AI da boshqa foydalanuvchilari tayyorlagan videolar. Bu assets bo'limida esa siz tayyorlagan videolar turadi. Ya'ni mana men tayyorlagan ba'zi videolar. Hop, biz video yaratishimiz uchun video bo'limiga o'ta olamiz. Mana biz oldin qilgan ishlardan boya yuklagan, ya'ni ChatGPT dan tayyorlab olgan rasmimizni yuklashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana click drop paste deb yozilgan joyini bosamiz. Mana rasmimizni yuklab berdi. Endi esa eng asosiy joylardan biri, ya'ni video generatsiya qilish uchun prompt yozishimiz kerak bo'ladi va buning uchun yana bizga ChatGPT kerak bo'ladi. ChatGPT ga kiramiz va agar mabodo chatlarimiz o'zgarib ketgan bo'lsa, rasmni ChatGPT ga qaytadan yuklaymiz, ya'ni animatsiya qilmoqchi bo'lgan rasmimizni yuklaymiz. Va shu rasmni harakatlantirish uchun Kling AI sun'iy intellekt orqali harakatlantirish uchun prompt yozib ber deb yozamiz. Mana bizga prompt yozib berdi. Kling AI da prompt ingliz tilida beriladi, o'zbek tilini hozircha tushunmaydi. Promptni nusxalab olishimiz kerak bo'ladi va Kling AI ga joylaymiz. Mana va generate tugmasini bosamiz. Hop, Kling AI da ham turli tariflari bor. Mana yuqorida ko'rsangiz Kling 2.1 yozilgan. Ya'ni yaqinda chiqdi. Kling 2.1, Kling 2.1 master bor. Bunda narxi qimmatroq, lekin sifati yaxshiroq. Ya'ni bu mana Kling 2.1 ning o'zi 35 tangacha bo'ladigan bo'lsa, Kling 2.1 master 100 tanga oladi. Hop, Kling 2 master ham 100 tanga oladi. Agar 5 soniyasiga bu e'tibor qilasiz, agar 10 soniya bo'ladigan bo'lsa 200 tanga bo'ladi. Kling 2.1 esa 70 tanga bo'ladi 10 soniyasiga. Hop, bizga sinov uchun 5 soniya ham bo'ladi. Generatsiya tugmasini bosamiz. Mana ish boshlandi. Taxminan 1-2 daqiqada bu ham videoni tayyorlab beradi. Agar obuna sotib olgan bo'lsangiz 1-2 daqiqada tayyorlab beradi. O'zi aytganimdek, o'zi 166 ta tangacha beradi har oy bir martadan, lekin shu video generatsiya jarayoni 3 soatgacha cho'ziladi, ya'ni sotib olmaganingiz uchun. Hop, keling yana video generatsiya jarayonida sizga yana bir foydali ma'lumotni aytib ketaman. Bu Kling AI dasturi faqatgina rasmni videoga aylantirib bermaydi, ya'ni bunda text to video bo'limi ham bor, ya'ni matn orqali ham video yaratishingiz mumkin. Ya'ni siz xohlaganchalik detalli chiqmasligi mumkin, ammo deyarli siz xohlagan narsalarni yaratib bera oladi. Yaxshi prompt yozsangiz, aytgandek, yuqorida aytgan qoidalarimga ko'ra uzun qilib, yana ham men sizga tezroq bo'lishi uchun qisqaroq qilib ko'rsatganman promptni ham. Yana ham to'ldiribroq, ko'proq ma'lumot bersangiz, promptga video ham, rasm ham shunga yarasha yaxshi chiqadi. Ya'ni text to video bo'limiga promptni bunda ham ChatGPT orqali yozdirib olsangiz bo'ladi.
Va Kling AI rasm yaratib ham beradi. Xuddi ChatGPT ga bergan promptimizni agar yozsak, rasm yaratib ham beradi. Mana o'sha videomiz ham tayyor bo'ldi. Mana. Ya'ni shunchaki tabiiy atmosfera. Va albatta sizga tezlashtirib iloji boricha promptni ham qisqaroq qilib bergan variantimda. Bunda ham promptni yanada uzunroq qilib yozsak, to'liqroq ma'lumot bersak, video ham shunchalik detalniy yaxshiroq chiqadi, rasm ham shunchalik detalniy yaxshiroq chiqadi. Hop, agar aytaylik, Instagram uchun to'liq 1 daqiqalik video tayyorlamoqchisiz deylik. Buning uchun ChatGPT dan to'liq birinchi rejangizni yozib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'z fikringizni aytasiz va ChatGPT ga shu asosida menga reja tayyorlab ber deysiz. Va bu sizga kerak bo'lsa ssenariy tayyorlab beradi va ssenariyingizda har bitta ssenariyning ichida nechta kadr borligini ham yozib beradi va har bitta kadrdan boshlab aytaylik 15 ta kadr bor deylik bitta ssenariyingizda ichida 15 ta kadrni har birini birinchi rasmdan boshlab tayyorlab berishni boshlaydi. Yozib olasiz, birinchi rasm tayyorlab ber, ikkinchi rasm tayyorlab ber deb har birini tayyorlab beradi. Va keyin ularni yuklab olib, xuddi ko'rsatib o'tganimdek, Kling AI platformasiga kirib mana image to video rasmni yuklab, keyin yanada ChatGPT ga qaytib to'liq prompt yozdirib, video tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Hop, keyin kadrlaringiz hammasi tayyor bo'lgandan keyin, aytaylik shu o'sha 15 ta kadringiz tayyor bo'lgandan keyin, oddiy telefondagi CapCut montaj dasturi orqali ham birlashtirib, to'liq Sony Intellectdan video tayyorlasangiz bo'ladi. Bu albatta hozir qisqacha tushuntirib o'tdim. Xudo xolasa keyingi darslarda yana ham to'liqroq va yana ham ko'proq Sony Intellectlarni ko'rib chiqamiz.